Bu yerda nima bo'ldi? Dev qomat. Buni o'qilgan bo'lishi mumkin. Kim? U haqida eshitmaganingdan hayronman. Tuxumdan atigi 2 kun avval chiqqandim. O'sha dev qomat deganingiz kim bo'ldi? Bu chivinzodalar avlodidan kelayotgan afsonalardan biri hisoblanadi. Ota-bobolarimiz uni topib oldi va bir qarashda mo'jiza deb o'ylashdi. Cheksiz oziq-ovqatga ega bo'lgan ushbu mavjudot sekin va beo'xshov harakat qilsa ham, uni bir o'zida butun avlodimizni boqishga yetarli qon bor edi. Aynan shunday qilib, kun-tun ota-bobolarimiz ushbu mavjudotdan qon yig'ishni boshlashdi. Lekin ular chegarani unutishdi. Dev qomat uyg'ondi. Havoni o'zi qizidi. Shamoldan momaqaldiroqlar tovushi kelardi. Xuddi Xudo bizni qirib tashlash uchun iblisni yuborgandek bo'ldi. Biz unga urush e'lon qildik. Har tomondan chaqirdik, jarohatlardik, qonini ichardik. Kichik janglarda biz g'olib bo'lib kelayotgandik. Lekin har kuni u qayta uyg'ona olardi. Boqiy hayot kechiruvchi, shikast yetkazib bo'lmaydigan. Asrlar davomida biz u bilan kurashib kelsak ham hali hech qachon uni yengilganini ko'rganimiz yo'q. Quvonishing mumkin, bolakay. Uni ko'ra olmay hayot kechira olsang quvonishing kerak. Chunki uni uchratgan kuning u sen ko'rgan so'nggi narsa bo'ladi.